Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bunaqa joylarga kelganda sizlardan iltimos qilamiz, har xil chiqindilarni tashib ketmasliklaringizga. Chunki tabiatga buni katta zarari bor. Hayvonot olamiga, tabiatga zarari bor. Tabiatni asraylik, iltimos. O'zlaringiz bilan olib ketsalaringiz, unaqa yuk bo'lmaydi. Chiqsa 100 gram chiqadi, 200 gram chiqadi-yu, lekin bu yerdagi tabiatga o'sha 100 gramlik, 200 gramlik narsalaringiz ancha zarar keltirishi mumkin. Kelib tabiatdan bemalol bahramand bo'lib, keyin sayyohlarning ham ko'ngillari ranjimasin. Biz o'zbekistonliklarni anaqaliklarni bu manzaradan emas, bunaqa toza, ozoda holatda ko'rishlarini sizlardan iltimos qilib so'rab qolamiz. Lokatsiyamiz Peshag'or g'ori. Tashrif buyuringlar, maza qilinglar.